Şimdi saat kaç? Hozir soat nechi? Degan savolga turkchada javob berishga qiynalsangiz, ushbu videoni o'tkazib yubormang. Tam soatlar, to'liq soatlar, yarim soatlar, yarim soatlar. To'liq va yarim soatlarni hech qanday qo'shimchalarni qo'shmasdan aytamiz. Bu yerda 05.00 ya'ni soat 5. Soat kaç? Soat 11. Soat kaç? Soat 7:30. Soat kaç? Soat 4:30 ya da 4:30. Yana boshqa bir variant ham mavjud. 16:30 ya da 16:30. O'zbek tili kabi turk tilida ham 16:30 deyishimiz unchalik ham ommalashmagan, ya'ni osongina 4:30 deyishimiz ma'qul. Bu yerda 60 daqiqa mavjud. To'g'rimi? 5 daqiqa, 10 daqiqa, 15 daqiqa, 20, 25, 30. Shu yerga kelib to'xtaymiz. Va boshlang'ich nuqtasidan to 30 daqiqagacha soatimizga I, I, U, U qo'shimchalari qo'shiladi va daqiqa ko'rsatilib, geçiyor so'zi biriktirib qo'yiladi. 35, 40, 45, 50, 55, 60 daqiqa. Ya'ni qolgan 30 daqiqamiz uchun A, E qo'shimchalari qo'shiladi. Ya'ni birinchi soat qismiga qo'shiladi. Va undan keyin daqiqalar ko'rsatiladi va var so'zi keladi. Bu yerda soatlarimiz ko'rsatilgan 9 dan 15 ta, 9'u çeyrek geçiyor. Ona çeyrek var. Onu çeyrek geçiyor. 3'e 20 var. 3'ü 20 geçiyor. 8'e 5 var. 8'i 25 geçiyor. 7'yi 22 geçiyor.